Merlin Monro o'zbek qurtlarini reklama qilyapti. O'zbek qurtlarini yemabsiz. Bu dunyoga kelmabsiz. Ajoyib chiqdi lekin. Michael Jackson o'zbek oshini reklama qilyapti. O'zbek oshi eng mazali taomlardan biri. Yorib qo'yibdi lekin gap yo'q. Hozir sizlarga ham shuni qanaqa qilishni o'rgataman. Like bilan podpisatsiyani bosib qo'yinglar, ketdi. Buning uchun App Store yoki Google Play dan Creative ilovasini ko'chirib olasizlar. Ro'yxatdan o'tganingizdan keyin Nano Banana bo'limiga kirasizlar. Bu yerga biz rasmni joylab olamiz. Masalan, men Marilyn Monroe'ni joylayman va ikkinchi rasmga esa qurtni rasmini joylab olaman. Ayol qo'lida qurtni ushlab turibdi deb yozib olamiz va generate tugmasini bosamiz. Mana natija tayyor. Buni ko'chirib olasizlar. Keyin image to videoni tanlab turib single image'ni tanlaymiz va bu yerga hozirgi hosil bo'lgan rasmni tanlab olamiz va bu yerga mana bu promptni tanlab olamiz va 3 fastni tanlab generate'ni bosamiz. Ana video tayyor bo'ldi. Bu dunyoga kelmabsiz. Ajoyib chiqdi. Menga obuna bo'lib qo'yinglar, hali foydalilari oldinda va barcha yaqinlarga jo'natib qo'yinglar.